Arafa hayitdan darak bersa, Sha'bon Ramazondan darak beradi. Bu oy nima uchun mo'min musulmonlarning hayotida muhim oy deyilsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu muborak oy haqida shundoq dedilarki, bu bir oyki odamlar undan ko'pincha g'aflatda qoladilar dedilar. U Rajab bilan Ramazonning orasida dedilar. Bu bir oyki unda amallar Alloh taoloning huzuriga ko'tariladi dedilar. Men ham amalim ko'tarilayotganda ro'zador bo'lishlikni yaxshi ko'raman deb Imom Nasoiy rivoyatlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu Sha'bon oyining fazilati haqida gapirib o'tdilar. Va ana shu Robbimga bu oyda amallarim ko'rsatilayotganda ro'zador holatda bo'lishni yaxshi ko'raman deb bu oyda ko'p ro'za tutar ekan.